Bilasizmi, Angliya endi Yevropa ittifoqi emas. Ko'pchilik o'ylaydi, Angliyaga borsam boshqa Yevropa davlatlariga ham kira olaman deb. Aslida rostdan ham shunaqami? Keling ko'rib chiqamiz. 2016-yilda butun Angliya bo'ylab referendum o'tkazilib, ko'pchilik chiqamiz deb ovoz berdi va 2020-yilda bu qaror rasman kuchga kirdi. Bu tarixiy voqeaga esa Brexit deb nom berildi. Brexit bu Britain va Exit so'zlarining qisqartmasi, ya'ni Buyuk Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqdi. Ko'pchilik Angliya Schengen hududidan ham chiqdi deb o'ylaydi. Aslida esa Angliya hech qachon Schengen a'zosi bo'lmagan. U faqat Yevropa ittifoqi edi. Brexitdan keyin nimalar o'zgardi? Yangi vizalar joriy etildi. Chegaralarda tekshiruv kuchaydi. Ish va ta'lim uchun alohida ruxsatlar kerak bo'ldi. Sayohatga kelsak, hozir ham Yevropa ittifoqi fuqarolari turist sifatida qisqa muddatga vizasiz kira oladi. Lekin ishlash va o'qish uchun alohida viza shart. Sizningcha Brexit Angliyaga borishni osonlashtirdimi yoki qiyinlashtirdimi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.